Dovchani sevmaganlar bormikan? Dovchadan 2 xil ko'ngilochar salat tayyorlaymiz. Dovcha, olma, aysberg, bodring, suzma, qurt, oddiy mahsulotlar bilan noodatiy originalniy salatlar tayyorlaymiz. Bu salatlarni bemalol o'zbek milliy salatlar qatoriga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bodring, rediska, dovchani parrak shaklida to'g'rab olib, ko'katlarni maydalab, birozgina tuz qo'shib, suyuqroq suzma bilan zapravka qilamiz. Achchiq qalampirli qurtni maydalab salatni bezatib olsak, ham mazali, ham chiroyli bo'ladi. Ikkinchi salatimiz uchun rukollani sovuq suvga 15 daqiqaga solib qo'ysak, taxir ta'mi yo'qoladi. Gladki bodring, nordon, ko'k olma va dovchani o'rtacha razmerda chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Aysbergni ishlatishdan avval sovuq suvda yaxshilab chayib, sochiq yoki salfetkalarga taxlab qo'yib quritib, ana undan so'ng ishlatsak, salat suvli bo'lib qolmaydi. Aysberg va lollo rossoni qo'limiz bilan maydalab, to'g'ralgan mahsulotlarni qo'shib, tabga ko'ra birozgina tuz qo'shib va yarimta limon suvini siqib, bir qoshiq zaytun yog'i qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qurtlarni maydalab bezatib olsak, ishtaha ochar original salatimiz tayyor. Ushbu dovchali original salatlarni yaqinlaringiz uchun albatta tayyorlab ko'ring. Agarda sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizda eslab qo'yishingiz yetarli. Ajoyib dovchali salatlarimiz tayyor. Bu salatlarni qanday nomlasak bo'ladi? Fikringizni izohlarda kutib qolaman.